Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Juma yomg'iriga muborak bo'lsin, joningiz sog' bo'lsin. Bitta masala bilan chiqyapman. Bugun ertalabdan patsientim telefon qilib, patsientkam so'radilar. Salomat va uyimdagilar diagnostikaga tushirib oldik-da. Lekin siz bolamni ko'rmadingiz. Больницada bo'lgan paytingizda o'shanga uyimdagilar aytishyapti, qanaqasiga bolani ko'rmasdan diagnoz qo'yib berishi mumkin. Uyimdagilar ishonishmayapti degan gap berishdi. Qarang, men baribir ham bu yerda больницada bo'lmagan taqdirimda ham bolalarni konsultirование qilishim, ularni o'sha holatiga qarab turib baho berib turib, bunda bunaqa diagnoz bo'lsa kerak deyishim noto'g'ri bo'ladi. Bo'lsa kerak degan narsa ketmaydi. U yerda aniq diagnoz qo'yilishi uchun kasallikni ildizini tekshirib topish kerak.